Ko'pincha hozir mana bizda yana shunaqangi muammolar bo'ladi. Masalan, keladi, gemoroyim ichim kelishiga xalaqit beryapti deydi-da. Gemoroyim kattalashib ketgan deydi, ichim kelishiga xalaqit beryapti. O'sha shikoyatlar mana yoshi kattalarda juda ham ko'p uchraydi. Keladi bemorlar, tekshiramiz, tushuntiramiz, что gemoroyda hech qanaqa ahamiyati yo'q, sizning axlatingizni ushlab qolishga boshqaga. Demak, yoshi kattalarda biz juda ham ko'p mana urologlar bilan birga ishlaymiz. Prostata bezi adenomasi deydi, prostata bezidagi yallig'lanishlar, muammolar ham ko'pchilikka anal kanalidagi muammosi bordek tuyuladi. Meni gemoroyim bor deb ko'pchilik bizga keladi. Men o'shanda bemorlarda ko'pincha o'sha prostata bezini ham yosh kattalarda birinchi beradigan savolim, siyishga qiynalmayapsizmi? Siygan paytingizda tomchilab qolmayaptimi? Kechqurun siyishga turmayapsizmi degan savollarni qo'shimcha beraman. Har bitta yosh katta kasalga. Sababi bu yosh katta bo'lishi ham shart emas. Bir xil yoshlarda ham prostata bezi masalan ko'pincha sovuq joyda ishlaydigan, boshqa bo'ladigan, sovuq suvda yuvadigan, tog'orat qiladigan, endi sabablari ko'pda. Yallig'lanib prostata bezi ozroq shishadi, yallig'lanadi. Prostatit bo'lgan kasallarda ham shunaqa og'riq berib, xuddi gemoroyi borda yoki treshinasi borda chustvalar beradi-da. O'shaning hisobiga ko'pchilik shunaqangi holatlar bo'lgan, даже operativ davo ham o'tkazgan paytlari bo'lgan. Misol uchun yoki gemoroy yoki treshina endi bor yo'qligini men bilmayman, shunaqa holatlar bo'lgan. Operatsiya o'tkazgan, lekin operatsiyadan keyingi davrda ham bemor tuzalmayapti. Aslida UZI qilib ko'rganda boshqa qilganda prostatada bezida muammolar bor. Menda misol uchun mana shunaqa ko'p holatlar bo'ladi. Nima qilaman? Birinchi darajada o'sha UZI qildirib, prostata bezidagi muammo bo'lsa, urologlar bilan birga uni lecheniya qilib, boshqa qilib, agar bemordagi simptomlar, shikoyatlar o'tib ketsa, nur ustiga a'lo nur. O'zimizda tomondan ham, urologiya tomondan ham lecheniya qilamiz. Birga lecheniya qilinganda holatlar ko'pincha o'tib ketadi, yaxshi bo'lib ketadi. Shuning uchun juda ko'p faqatgina gemoroy orqadan chiqib turibdimi, bo'ldi gemoroy ekan deb operatsiya qilib tashlasham to'g'ri emas. Birinchi kasalligida haqiqatda bu gemoroymi, nechinchi darajada bemorda qanaqa holatda bezovta qilyapti? Bor, tashqariga chiqib turibdi, gemoroylar bor, lekin bemorda bezovta qilmaydi. Unaqa holatda ham bemorda operatsiya qilish shart deb o'ylamayman. Agar bemor haqiqatda bezovta qilsa, masalan, operatsiya qachon? Любой operatsiyalar bular gemoroid, masalan, treshina orqa anal kanalida ko'p kasalliklar endi planoviy operatsiya deydi. Rejali ravishda qilinadigan operatsiyalar bular ko'rsatma bo'yicha qilinishi kerak bo'ladi. Ko'rsatmasi nima? Bemorga qilinadigan davo muolajalaringizda effekti bo'lmasa, demak, davolaganingizdan keyin ham bemorda qon ketishi davom etsa yoki bo'lmasa bemorda hojat paytida katta bo'lib chiqib qolyapti, bemor o'zi to'g'irlayapti yoki qo'li bilan to'g'irlayapti, bemorga diskomfort keltiryapti, yarim soatlab hojatxonada qolib ketyapti shu gemoroy deb. Shunaqa kasalliklarimiz bor. Endi bilmayman, oldindan qolib ketgan, boshqa bo'lganmi, tiq tegizsang har xil endi vajlarni keltirishadi. To'g'risi tushunmayman. Bir xil endi baribir eski yoshlar, katta odamlarimizda qolib ketgan, tiq tegizsang ertaga endi haqiqatda bo'lgan bo'lishi mumkin. Oldin kasallarda operatsiya qilgandan keyin har xil vaziyatlar, ushlolmay qolishlik yoki torayib qolish, boshqa hammada bo'lishi mumkin. Bo'lgan asoratlar bor. Lekin u asoratlarni o'ylab turib boshqa asoratlar keltirib chiqarish kerak emas demoqchiman-da. Hozir zamonaviy tibbiyot 21-asrda biz uje mana yildan yilga operatsiyalar qilaverib harakat qilamiz. Asoratlarda kamroq bo'lishiga, operatsiyadan keyingi davrda bo'lishi mumkin, qonashlar bo'lishi mumkin, torayib qolishlar bo'lishi mumkin. Qaysiki holatda bemor operatsiyadan keyingi davrda o'z vaqtida vrachga murojaat qilmasa, demak tuzalib ketyapman-ku deb bir xil ko'pchilik mayz svechalar juda ham ko'p keragidan ortiq ishlatib yuboradi, boshqa qiladi. Ular o'sha terini bitkizish natijasida torayib qoladi. Endi juda ko'p orqada bu doimiy ifloslanadigan joy, axlat tushadigan joy, terlaydigan joy bo'lishi uchun juda ham bitishi qiyin, shunaqa soha. Shuning uchun bu kasallik bilan kasallanadigan bemorlarimiz har kimga ham o'zini dardini ayta olmaydi. Har kim vrachga murojaat qilishi ham juda ham qiyin. Ko'pchilik uyaladi. Shuni hisobiga hozir internetdagi dorilarda nima uchun bunaqa ko'p sotilishi, juda ham ko'p
bemorlarimiz olib ishlatganda mana shunaqa foydasi bo'lmayotganligini keyin bilishi, bu o'sha joyni bemorlar har kimga ayta olmasligi, vrachga kelib murojaat qila olmasligi natijasida bo'lyapti bu ishlar. Baribir murojaat qilib kelyapti, keyin o'sha hamma narsani qilib bo'ldi, foydasi bo'lmayapti, baribir murojaat qilib kelyapti. Shuni aytmoqchimanki, baribir murojaat qilib kelyapsiz. Buni foydasi yo'q, baribir murojaat qilib kelasiz qachondir. Nimaga vaqtida murojaat qilish kerak emas? Nimaga uni lecheniya bilan tuzatsa bo'ladigan paytda murojaat qilish mumkin emas? O'z vaqtida murojaat qilsa, o'sha svecha mayzni biz qaysiki svecha mayzni tavsiya qilamiz? Biz hayotimizda masalan firmalar ko'p, svechalar ko'p, mayzlar ko'p, lekin bu firmalar masalan ishlab chiqaryaptimi? U chet el, mana Germaniyada ishlab chiqariladi, masalan Izraelda ishlab chiqariladigan svecha mayzlar, bular o'z-o'zidan ishlab chiqarilmaydi. Bu bir nechta etapda o'tib, bemorlarda qo'llanilib, haqiqatda o'sha bemorga foydasi bo'lgandan keyin yana bizda o'zimizda masalan Sog'liqni saqlash vazirligida qancha u yoqda tekshiruvlardan o'tibgina bu bozorga kirib keladi-da. Masalan o'z-o'zidan men lekin masalan hozir mana internetda reklama qilinadigan svechalar men bilmayman uni tarkibida nima bor, nima yo'q, qayerdan o'tdi, nima qilindi, qaysidir bemorda ishlatilib ko'rilib, haqiqatda masalan bir nechta tekshiruvlardan o'tdimi u, nima bo'ldi, nima qo'ydi degan savollarga javob yo'q-da. Masalan olinyapti, ishlatilyapti. Mayli, ishlatishsin, boshqa qilsin, lekin o'sha foyda bersa qani edi. Lekin bemorlar bir necha so'mga olyapti, boshqa qilyapti-da, lekin undan keyin ko'p bemorimiz telefon qiladi, doktor men shuni internetdan olib shu mazni ishlatdim yoki bo'lmasa ishlatib bo'lgandan keyin rasmini jo'natadi. Har xil, endi tuyani o'rkachidan bo'lgan, undan bo'lgan, bundan bo'lgan, endi million xil. O'zi reklamaga kirsangiz bo'ldi, tamom. Reklama qiladigan, misol uchun qilayotgan odamlar ham tibbiyot sohasiga, imенно proktologiya, mana shu bizning sohaga tegishli bo'lmagan odamlar reklama qilib chiqadi. Reklama qilinganda uni orqasida qancha o'sha insonda salomatligi yotibdi, uni ertaga ta'sir qilishi yotibdi, boshqa yotibdi, o'sha insonga tushadimi yo'qmi, bu allergiya berib yubormaydimi degan savollar juda ham ko'pda. Uni biz har bitta dorini tavsiya qilayotganda 1000 marta o'ylaymiz. Demak, bu bemorga qaysi svecha ertaga foyda beradi, qaysi svechani yozsak, biz yozib beradigan dori, darmonlar, svechalarimiz hammasi shu bemorlarga ishlatilib ko'rilib, ma'lum bir tekshiruvlardan o'tib, haqiqatda bemorlarga foydasi bo'lgandan keyingina ishlatiladigan narsalar. To'g'ri kelgan dorini internetdan bu dorini iching, bu dorini yozing degan narsa bu qiyin masala. Shu aytmoqchimanki, agar bemorlar o'z vaqtida murojaat qilsa, asoratlanmagan vaqtida murojaat qilsa, o'shandagina to'g'ri lecheniya qilinadi va to'g'ri operatsiya qilinadi. Mayli operativ davoga borgan gemoroy 3-darajali, 4-chi, lekin o'sha 4-darajali gemoroyda ham bemor qonini ketkizib, qonini 20, 30, 40 ga tushirib, operatsiya qilib bo'lmaydigan darajada. Shunday kasalimiz keldi, hayron qolasizda, shuni boshini ko'tarsa, hushidan ketib qolyapti. Tashda qon qolmagan, 20 gemoglobin. 7 gematokrit degan ko'rsatkich bor, uni 3 ga ko'paytirsangiz 21 bilan 20 gemoglobin bilan kelgan. Qanaqa tushunish mumkin? Boshini ko'tarsa hushidan ketib qoladi. Bu nima? Bu bemorga yana boshqa insonni qonini quyasiz, plazmasini quyasiz, bemorning qonini ko'tarasiz, operatsiya qiladigan holatga yetkazasiz, bemorning holatini, umumiy holatini stabillashtirasiz, keyin operatsiya qilasiz. Operatsiya vaqtida ham xirurgga juda ham noqulayliklar tug'diradi. Bemorning qoni juda ham suyuq bo'ladi. Bitta igna o'tgan joyingiz qonaveradi, uni yana qayta tikishingizga to'g'ri keladi. Operatsiyadan keyingi davrda shuni hisobiga bemorda oddiy o'z vaqtida murojaat qilgan bemordagidan ko'ra 2-3 barobar kuchliroq og'riq bo'ladi. Biz bemorlarga tushuntiramiz. Agar siz o'z vaqtida murojaat qilganingizda mana shunaqa holat bo'lmasdi. Mana bitta bemorimiz keldi. O'sha qoni tushib ketgan. Operatsiya qilishimiz kerak, lekin qon plazma quyishimiz kerak. Qon ham plazma ham otritsательный gruppa
o'zini uydagilar qarindoshi topshiryapti qonini, quymoqchi bo'lyapmiz, plazmada ham reaksiya beryapti, qonda ham reaksiya beryapti. Bemor qonni ko'tarib bo'lmaydi. Yaxshiki lecheniyalar bilan hojat vaqtida qon ketishi to'xtab turibdi, bemorni boshqa konservativ dori-darmonlar bilan gematologiya institutiga jo'natib, ular bilan hamkorlikda qonini ko'tarib, keyin tavsiya qildik, qachonki qon ko'tarilsa, o'shandagina murojaat qilib kelasan. Nimaga o'z vaqtida murojaat qilish mumkin emas? O'z vaqtida murojaat qilsa, balki o'sha lecheniya bilan tuzalib ketadi. Mayli operatsiya bo'lgan taqdirda ham operatsiyadan keyingi davr yengil kechadi. Bemorning o'zining immuniteti, o'zining kuchi bo'ladi. Organizm zajivleniyasi yaxshi bo'ladi, bitishi yaxshi bo'ladi yaralar. Muammo kamroq bo'ladi. O'shani biz xalqqa tushuntirib berishimiz kerak-da, o'z vaqtida murojaat qiling, o'z vaqtida murojaat. Har bir aytadigan tavsiyamizda o'z vaqtida murojaat qiling. Nima uchun? O'sha kasallikni o'z vaqtida oldini olish, mayli operatsiyaga keldimi, operatsiyani ham o'sha o'z vaqtida qilindi, operatsiyadan keyingi davrda, чтобы bemor qiynalmasin. Oson kechsin, og'riqlar kam bo'lsin, qutulib ketsin.